Büyüngülcəm qızıl purchaq qiymaliq ay toqach. Aldı bilan qaçımızga 4 gram ishqarliq su, 100 gram şeker qiyami, 40 gram hasıng meyğizini qoyup alamiz. Bularning hammasini tayyor holat setib olsak bo'ldi. Tanşalimiz üstüge 140 gram o'tirtib unimizni qo'yib, aldı bilan cho'kidalashtirib, keyin qo'limiz bilan xamir ortiga ekib olamiz. Xamirni unlari takshi yeyish kuchlik ishlasak ham bo'ldi, haddan ziyod ko'p ishlab ketish bo'lmaydi. Tayyor bo'lgan xamirimizni xaltaga o'rab 2-3 soat tindiramiz. Ondan qizil purchaq qiyamimizning har birini 30 gramdan, xamirimizni 20 gramdan zo'l yuzib olamiz. Rasmda ko'rsatilgan bo'yicha qizil purchaq qiyamimizni xamirimizning ichiga elib, yenik tugimiz. Qilibqa chaplashib qolmaslik uchun yuzga un chechib turib, qilibqa solamiz. Rasmda ko'rsatilgan bo'yicha qilibdan besib chiqarib, duxovkamizning 180 gradusda 5 minut pishirib elib olamiz. Tuxum sirqa muvofiq miqdorda hasıng may temitib, ay toqachning yuziga 2 qatim surib olgandan keyin qayta 170 gradusda 18 minut atrofida pishirib tayyorlasak bo'ldi.